Ijtimoiy imkoniyati cheklangan oila farzandlari diqqatiga. 2025-yilda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 12-son prezident qaroriga ko'ra, yoshlarni, shu jumladan imkoniyati cheklangan oila farzandlarini xorijiy til, elektron tijorat, marketing va SMM bo'yicha o'qitib, ishga yo'naltirish nazarda tutilgan. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasidagi mazkur loyiha 3 bosqichda amalga oshiriladi. Keling, hozir sizga loyihada muvaffaqiyatli ishtirok etsangiz, loyiha davomida qanday imkoniyatlarga ega bo'lishingiz haqida ma'lumot beramiz. Birinchi bosqichda 30 ming nafar yoshlar uchun IT Study platformasi orqali onlayn o'qitish nazarda tutilgan. Hozirda jarayonlar boshlangan va siz platformaga yuklangan 100 dan ortiq video darslar orqali elektron tijorat, SMM, ingliz tili va grafik dizayn sohalarini onlayn ravishda o'rganishingiz mumkin. Bunda onlayn kurslarni 30-aprelga qadar o'qib, sertifikat olishingiz talab etiladi. Kurslarni muvaffaqiyatli yakunlagan 5 ming nafar yoshlar uchun loyihaning navbatdagi ikkinchi bosqichi boshlanadi. Bu bosqichga o'tganingizda 6 oylik offlayn kurslar sizga bepul taqdim etiladi. Bu hali hammasi emas. Siz 1 yil davomida uyingizda bepul internetdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuningdek, ikkinchi bosqichda eng yaxshi natija ko'rsatgan yoshlarga imtiyozli kompyuterlar taqdim etiladi. Shundan so'ng loyihaning 3-bosqichida 14 ta hududda markazlar tashkil etiladi va unda siz elektron tijorat orqali daromad topishga o'rganasiz. Yoshlar, ushbu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Sizlarni 30-aprelga qadar itstudy.uz platformasi orqali o'qib, saralangan yoshlar safida bo'lishga chorlaymiz. Unutmang, IT yo'nalishda mehnat faoliyatingizni boshlash uchun bu juda ham ajoyib imkoniyat.